Hammaga salom. Sizlar bilan Unico Parfum. Bugun sizlar bilan birgalikda Anuva firmasini ampulalari va ular nima uchun ishlatilinishi haqida tushunchaga ega bo'lamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlar uchun foydali narsalar chiqarishdan charchamaymiz. Birinchisi bu mana shunaqa ko'rinishdagi tarkibida retinol hamda niasinamid bo'lgan ampulasi. Bu nima uchun? Bu yuzda mayda ajinlari bor hamda post aknedan qolgan dog'lari bor insonlar uchun. Chunki bu sizni teringizni yangilashga, ya'ni yuz terisini yangilashga qaratilgan va buni natijasida aknedan qolgan izlar hamda dog'lar ocharishi hamda to'lishishi effektini beradi. Anuva firmasini barcha ampulalari juda ham effektivni hisoblanadi, chunki ular foizi juda ham yuqori dozada berilgan, ko'pida ehtiyot bo'lib ishlatish kerak. Lekin barcha yuzlar uchun mos keladigan mana shunaqa pidrin hamda gialuron kislotali ampulasi juda ham tavsiya qilgan bo'lardim, chunki yuzi quruq qizlar, bundan tashqari yuzida glow effekt, ya'ni yaltiroqlik xohlaydigan qizlar uchun juda ham yaxshi effekt beradi. Tavsiya qilaman. Agarda sizni yuzingiz juda ham yomon qurisa hamda baryerini tiklashga qaratilgan narsa qidirib turgan bo'lsangiz, bu ampula siz uchun juda ham yaxshi tushadi. Keyingi ampulamiz bu asosan yuzida dog'lari, bundan tashqari post aknedan qolgan izlari va dog'lari bor qizlar uchun. Tarkibi niasinamid hamda TH. TH bilan niasinamid birgalikda juda ham kuchli effekt beradi. Yuzingizdagi dog'laringizni kuchli oqartiradi, aknedan qolgan dog'larni yo'qotadi va sizning yuzingizga glow skin, ya'ni yaltiroqlik effektini beradi. Bilamiz, ko'pchilik 14-15 yoshda, bundan tashqari 18 yoshdan keyin o'tish davrida, gormonal o'zgarishlar ketadigan davrda yuzimizda aknelar va qizarishlar ko'payishni boshlaydi va mana shu vaqtda eng yaxshi effekt beradigan ampulamizdan bittasi bu mana shunaqa tarkibida azilinviy kislota hamda gialuron kislotasi bor bo'lgan ampulamiz hisoblanadi. Bu azilinviy kislota hisobiga sizni yuzingizni tinchlantiradi, gialuron hisobiga baryerini tiklaydi hamda yuzingizni qurib ketishi oldini oladi. Bu aknesi bor hamda juda ham sezuvchi yuzlar uchun to'g'ri keladigan ampulamiz hisoblanadi. O'tish davridagi bolalarga ham tavsiya qilgan bo'lardim. Agar yuzingizni xiralashganini hamda glow, ya'ni yaltiroqligi pasayganini, qandaydir o'zingizga yoqmay turganini sezib turgan bo'lsangiz, siz uchun Anuva Peach mana shunaqa ko'rinishdagi ampulasi yordam beradi, chunki niasinamid bor tarkibida. Shuni hisobiga siz yuzingizga qayta jilo beradi, ma'lum bir miqdorda ochartirishga qaratilgan hamda yuzingizni tinchlantirishga qaratilgan komponentlari mavjud. Olib ishlatsangiz effektini aniq sezasiz. Ma'lumotlar sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, bizga like bosib, qo'llab-quvvatlashni unutmanglar.